Mahalla fuqarolari, mahalla yoshlari, faollar bankimiz tomonidan har oyda, har haftada mahallalar uchrashuvlar bo'lib o'tmoqda. Uchrashuvda asosiy maqsad Prezidentimiz tomonidan berilgan topshiriqlarga asosan mahalla fuqarolari, ayniqsa yoshlarni bandligini ta'minlash, ularni kambag'allikdan chiqarishga qaratilgan dasturlar orqali kirit mahsulotlarni ajratishga degan talablarni o'rganish, kirit mahsulotlarni yetkazish. Mana birinchi navbatda aytadigan bo'lsak, bitiruvchi yoshlarimiz uchun hozirgi kunda kelajakka qadam dastur ishlab chiqilgan. Bu dastur orqali 3 turdagi kirit mahsulotlar ajratib berilmoqda. Mana birinchi tur kirit mahsulotimizni aytadigan bo'lsak, kelajakka birinchi qadam kirit mahsulotimiz summasi 10 million so'mgacha, foiz stavkasi 21%, muddati 18 oygacha, imtiyozli davri 3 oy hisoblanadi. Sug'urta polisi uchun olinadi hamda sug'urta polisi zarur sifatida olinadi. Ikkinchi mahsulotimiz kelajak uchun start. Bu kirit mahsulotimiz yakka tartibdagi tadbirkorligi yuridik shaxs tashkil etgan bitiruvchi yoshlar uchun beriladi. Kredit summasi 300 million so'mgacha belgilangan. Asosiy foizi 18%, muddati 7 yilgacha, aylanma mablag'larni shakllantirish uchun esa 36 oygacha. Bundan tashqari 2 oylik imtiyozli davri bor, aylanma mablag'larni shakllantirish uchun 6 oygacha imtiyozli davr. Bu kirit uchun talab qilinadi. Kirit oluvchi yuridik shaxs direktor yoki ta'sischi bo'lishi talab etiladi. Garov ta'minoti 50 million so'mgacha sug'urta polisi asosida, 50 million so'mdan yuqorisi garov ta'minoti olinadi. Bundan tashqari salbiy kirit tartibiga bo'lmaslik kerak, muddati o'tgan qarzdorlik bo'lmaslik kerak. Uchinchi kirit mahsuloti bu yaxshi bitiruvchi yoshlarimiz uchun kelajak sari bundan yakka tartibdagi tadbirkor yoki yuridik shaxs tashkil etgan bitiruvchi yoshlar unda 1 milliard so'mgacha kirit mahsulotlar ajratib beriladi. Foiz stavkasi 18%, buyon hududida 7 yilgacha yillik imtiyozli davr. Aylanma mablag'larni esa 36 oygacha 6 oylik imtiyozli davrlar. Shartlari kirit oluvchi direktor yoki ta'sischi bo'lishi talab etiladi. Bundan tashqari garov ta'minoti talab etiladi. Hamda 4 ta ish o'rni yaratilishi zarur. Salbiy kirit tartibiga bo'lmaslik kerak. Bundan tashqari muddati o'tgan qarzdorlik bo'lmasligi talab etiladi.